We're declaring this tonight. Spirit. Bugun o'qib hayotimizni o'zgartiramizmi yoki og'ir va qora mehnatni tanlaymizmi? Bu tanlov o'zimizga bog'liq. Chunki hayotda har bir kishi o'zini tanlovini qabul qiladi va shu nuqtadan kelib chiqib hayotini davom ettiradi. Mana shu mazmundagi savollarga javob olish maqsadida bugun studiyamizga ekspertlarni taklif etganmiz. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, hurmatli mehmonlar, ko'rsatuvimizning doimiy ekspertlari. Assalomu alaykum. Odatda biz o'rganib qolganmiz. Agar yaxshi o'qimasang, darslarni yaxshi o'zlashtirmasang, mana shu og'ir mehnat qilayotgan insonlar kabi yetishasan, ana shunday bo'lasan deb farzandlarimizga singdiramiz. Lekin aslida bu juda ham noto'g'ri g'oya. Biz aslida sen ana shunday insonlarning hayotini yaxshilaysan. Shuning uchun yaxshi o'qishing kerak deyishimiz kerak. Qarang, bolalarni rolikni ko'rib ta'sirlanganligini. Ochig'ini aytishimiz kerak, bizni ba'zi bir maktabni bitirayotgan yoshlarimiz hali nima ish qilishini bilmaydi-da. Ota-onasini o'sha qaramog'ida, ota-onasini suyanchig'i bilan, o'sha qo'llovi bilan hali katta hayotga tayyor emas desak to'g'ri bo'ladi. Farzandlarga bugun yangi mazmun, yangi maqsad va yangi zamon qahramonlarini ko'rsatadigan davrga keldik. Oldin zamon qahramonlari sportchilar va san'atkorlar edi. Biz televideniyaga chiqsak, "Sen diktormisan, nima qilasan?" deyishardi. Bilim bermadik, tajriba bermadik. Bizning o'zbek xalqi shunaqa qora mehnatga borish yo'ldan boshqa yo'l borligini bilmadi. Hayot yaxshi o'rgatdi, qimmat oldi. Bugun endi buni qadrini yetib, farqini ko'rib, yaxshi mana. Bilimsiz bir qadam tashlay olmasligimizni bugun ko'pchilik his qilyapti. Mana farzandlarga investitsiya qilyapti, farzandlarini o'qishini harakatida-da. Bu rolikni ancha oldin olganman, juda ko'p o'rganganman buni. Shu chet ellarda yashab, o'rganib, Xitoy tajribasini chuqur tahlil qilgan inson sifatida, mana shu Angliyada, Amerikalarda borib kelib yurgan hisobida bu juda kuchli motivatsiya bera oladi deb o'ylayman. Sababi ne'mat yo'qolgandagina odam qadriga yetar ekan. Ne'mat ichida yurgan odam bilmas ekanda. Chunki bizni hozir ijtimoiy tarmoqlarda ko'p kuzatib qolaman. Sizlar ham kuzatsanglar kerak, maktabda doimiy ravishda o'qituvchi bilan o'quvchini urushganini ko'p muhokama bo'ladi. Lekin o'sha o'quvchilarning ota-onalarini agar surishtirsangiz, Rossiyada, Amerikada juda qiyinchilik bilan ishlayotgan bo'ladi. Lekin o'shalar shunaqa qiyinchilik bilan topgan pullarni albatta katta qismini O'zbekistonga yuborishadi. Va ular ota-onalari yo oila a'zolari to'ylarga yo qanaqadir isrofgarchilikka sarflab yuborgani juda ko'p guvohini bo'lamiz. Yoki bolalarni juda haligi yo'llarda yomon mashinalarda haydab yurishini hozir ko'rib turibmiz. Maqsadsiz sarflanadi. Maqsadsiz nima uchun? Bu juda qiyinchilik bilan qilingan narsa. Bu ne'matni tagida qancha mehnat borligini ko'rganmiz. Juda ko'p qiynalayotgan oilalarni bilamiz. Lekin o'sha topilgan daromadlarni maqsadli, ya'ni ilmga investitsiya qilish orqaligina biz o'sa olamiz. Asosiy maqsad shu deb o'ylayman. Sababi farzandlar buni his qilmas ekan, farzandlar buni tushunmas ekan, bu hech qachon ko'tarilmaydi. Rahmat. Endi maktab o'quvchilarini ham mehnatga jalb qilish ham bir qonunan javobgarlikka. Mana Nozimaxon, mana Yaponiyada maktab o'quvchilariga o'zini o'tirgan xonasini, hojatxonasini o'ziga tozalatadi. Nimagaki o'sha xulosa chiqarsin, o'zi o'shandan o'rnak olsin, ibrat olsin deganda. Lekin baribir mana shunday jismoniy mehnatni ham ular his qilish kerak. His qilmagandan keyin, boshdan o'tkazmagandan keyin ular qalban me'yor darajasidan olib qolsa yaxshi bo'ladi. Katta rahmat Asadbek aka, mana qadr qimmat haqida gapiryapmiz-da va mana ijtimoiy tarmoqlar haqida mana gap ochdi Ikrom aka. Ijtimoiy tarmoqlarda odamlar bir-birini hurmatsiz, o'sha kichkina kattaga hurmat ko'rsatmayotganligi yoki maktab sinflarida o'qituvchini hurmat qilmayotganligi, odamni odam qadrlamas ekan, bu tarbiyasizlik bilan bog'liq. Bu akamiz to'g'ri gapirdilar. Ijtimoiy tarmoqlarda men ham ko'rdim, amini bo'ldim. O'quvchilar o'qituvchiga qo'l ko'taryapti.
bu bizani davrda mana 60 ga yaqin ketyapmiz, xudoga shukur. Bizani davrda o'qituvchi kerak bo'lsa ikkinchi nima deydi, ota bo'lardi, ona bo'lardi. Ota-onaga ham bog'liqmi deb o'ylayman-da shu yerda. Mana masalan hozirgi paytda o'yiga kelsa bola ada mana o'qituvchimiz meni urishdi, boshqa qildi desa darrov hali ota-ona hali sudgacha olib boryapti-da. Bolani qo'llab sudgacha olib boryapti. Bizda davrdachi? Bizda davrda unaqa bo'lmagan. Bizda etishga o'qituvchimiz urishsa yo'q bir haliyga qilsa biza qo'rqardik. Yashirgansiz. Sizni nabirangiz aytaylik, maktab yoshligi. Yetsak sanda ayb deyiladi. Maktabdan tashqari paytda onamiz tovuq fermada ishlasa, shunga dastyorlik qilganmiz, mehnat qilganmiz, harakat qilganmiz. Hali trubalarni ichidan tuxumlarni terib yoki qolaversa ketmon, og'ir ketmonda haligi yemlarni qorib, namlab berish kerak-ku tovuqlarga. Bir tomonlama agar faqat bolalarni yomonlaydigan holatda olib kelsak, menimcha bolalarni biz yana ham orqaga olib borib qo'yishga sabab bo'ladi. Chunki hozirgi zamonaviy rivojlanish davrida to'g'ri munosabat qilish kerak farzandlarga. Bu yerda faqat bolalarni ayblash noto'g'ri deb bilaman. Nimaga deganda, rivojlangan davlatlarning hammasini qarasangiz, iloji boricha shu o'qituvchilar, iloji boricha yuqori shu ta'lim beruvchi sohadagi hamma vakillari qiziqtirib bila olish darajasiga olib chiqa olishga harakat qilyapti. Ya'ni zamon hech qachon orqaga qarab ketmaydi. Bu yerga rivojlansa rivojlanadi, oldingi zamongidek qiyinchiliklar bo'lmaydi. Nimaga desa, mana sun'iy intellekt chiqdi. Sun'iy intellektdan keyin mana bunaqa og'ir mehnatlar hammasini robotlar qiladi. Mana Amerika bozori ko'rsangiz, borib bu og'ir mehnatlar hammasi odamlar qilmaydi o'zi. Demakki, hozirgi talabalarni bunaqa og'ir mehnatdan ko'rsatib ularni sanam o'qimasang shunaqa bo'ladi emas. Shunaqa mehnatlarni oldini oladigan robotlar yasagan sanam, jamiyatga manfaat keltiradigan ilmingni oshirginki, ham shunaqa mehnat qilmaysan, ham shunaqa insonlarga katta manfaat beruvchi holatga chiqasan degan motivatsiyalarni ko'proq berishimiz kerak degan. Demak, malakali o'qituvchilar, ustozlar Da, kerak. malakali o'qituvchilar ham bu yerda aybi bor deb o'ylayman. Nimaga desa qiziqtira olmayapti. To'g'ri aytyapsiz, lekin baribir vaqt kerak bo'ladiki, o'sha qora mehnat qilayotganlarning o'rniga robotlar kelib ishlash uchun baribir muddat kerak. 5-10 yil qoldi uzog'i bilan. Ilhomaga ko'p qolmadi. Qadr qimmat borasida baribir mana shu xulosa chiqarishimiz uchun bu yaxshi bir marhamat. Ya'ni Munosabat uchun. insonlarni munosabati uchun har bir keladigan ne'matni orqasida qiyinchiliklarni his qilishlik uchun yaxshi. Albatta fikringizga qo'shilaman. Albatta bu yangiliklarga harakat qilish kerak, bolalarni yaxshi anaqa qilish. Hamma narsani me'yori yaxshi. Ya'ni asalni ham, shakari ham hammasini me'yori yaxshi bo'lgancha bu ikkalovini ham qo'llash kerak. Bolalarni men o'ylaymanki, mana shunaqa ahvolga tushmaslik uchun yoshligidan bizda bog'chadan kerak bo'lsa, maktabdan shu ishlarni olib borish kerak. Shu tarbiyalash ishlarini. Mana aytib o'tdilar-ku. Asadbek aka, Asadbek aka, psixologimiz fikrini eshitaylik. Aynan o'zi talabaga yoki bo'lmasa maktabda ko'p psixologlar bilan o'rganish ishlarini olib boramiz. Dars jarayonida hozirgi paytda o'sib kelayotgan yosh avlodni darsga qiziqtira olish uchun pedagogda dastlabki 7 daqiqasi yoki bo'lmasa 5 daqiqasida agar darsga qiziqtira oladigan bo'lsa, qolgan 40 daqiqasida ham unga qiziqish oshib ketadi. Bizda ko'p pedagoglarni o'rganganimizda xatosi nima bo'lyapti? Dastlabki 5 daqiqasida davomatga chalg'iyapti. yoki bo'lmasa o'quvchilar bilan tarbiyaviy soatga chalg'ish natijasida darsga qiziqish tushib ketyapti. Hozirgi paytda zamon rivojlandiki, nimani ko'rsatyapti? Telefonga o'tdi, kitob telefonga o'tdi. Telefoningni tashlaganda ishingni qil. Mana shu narsani agar biz tajriba nuqtai nazaridan to'g'ri tushuntira oladigan bo'lsak, o'quvchiga ham to'g'ri yetib boradi. Psixologlarda bizda bitta gap bor, tushunmaydigan odamni o'zi yo'q. To'g'ri tushuntira olmaydigan odamlar juda ko'p. Agar siz maqsadingizni to'g'ri tushuntirib beradigan bo'lsangiz, nafaqat o'quvchi, yoshi katta inson ham sizni to'g'ri tushunishi, to'g'ri qabul qilishi mumkin bo'ladi. Demak, tushuntirishga bog'liq. Ular aytganlaridek malakaga bog'liq. Sayyoraxon nima deysiz bu borada? Farzandlarimizga biz to'g'ri yetkazsak, to'g'ri tarbiya qilsak, ularni bir kunda hech bo'lmaganda yarim soat har bir bolani tarbiyasi bilan shug'ullansak, qarang, bera olyapmiz bular nasihatini, lekin ko'p hollarda to'g'ri kelmayapti-da. Ularning nasihati, ya'ni o'sha bir 30-40 yil avvalgi zamon bilan hozirgi zamonni solishtirsangiz, ularning Instagramdan nasihat olyapti o'zi. ular to'g'ri kelmayapti-da. Endi rahmat, mana ko'rsatuvga yaxshi ekspertlar taklif etganmiz, mana ko'zga ko'ringan tadbirkorlar taklif etganmiz. Keling, o'sha hayot bilan bog'lab, mana Hasan aka, farzandlaringizga qanaqa vaqt ajratasiz? Marhamat. Albatta, holat o'zgarmaydi, munosabat o'zgaradi. Bolalarimizni biz yaxshi ko'rsak, qadrlasak, hurmat qilsak, ular his qiladi. Ota-ona meni yaxshi ko'rdimi, demak, men yaxshi insonman. Meni hurmat qildi, meni qadrladi, men o'zimni qadrlashim kerak. Boya aytdik, yana holat o'zgarmaydi, munosabat o'zgaradi. Kecha mana bolalar bilan o'tirmiz, bir kun oldin
chiqqan qanaqadir искусственный intellektdagi sun'iy intellektdagi ashula 1 millionta prosmotr. Prodyuser qani, rejissyor qani, Shoir nima deydi, qani? shoir qani, Bastakor qani? bastakor qani, san'atkor 5 yil mehnat qani. Yangi o'yin qoidalari kirdi. O'sha yangi o'yin qoidalarini his qiladigan davr keldi. Men o'ylaymanki, bolalarimiz o'sha hozirgi trendlarga mos zamon texnologiyalari bilimini muhimligini his qildirishimiz kerak. O'sha muhitga, o'sha hududga, o'sha sohada baraka topgan odamlarni qahramon sifatida ko'rsatsak, menimcha o'sha yerda bir o'sish yaxshi bo'ladi. Odam birovni o'zgartira olmas ekan, odam o'zini o'zgartira olgan. Agar har bir odam ota-ona o'zini ustida ishlasa, masalan, bolasiga sigaret chakma deyish shart emas, ota-ona o'zi shuni qilmasligi kerak. Yoki biron bir yomon ishni qilmasligi kerak emas ekan. O'zini ustida ishlasa, o'zini o'sha bola ko'rib katta bo'lar ekanda. Hech qachon ota-ona farzand tarbiya qila olmas ekansiz. O'zingiz tarbiya qiling, o'zingiz hozirgi trendlardan to'g'ri xulosa qilib, o'zingiz zamonga moslashib, o'zingiz dunyoqarashingizni o'zgartiring. Farzandlar ham albatta sizdan ko'rib to'g'ri xulosa oladigan zamon keldi o'zi. To'g'ri aytasiz. Shu o'rinda farzand tarbiyasida albatta bu maktab davri, o'smirlik davri juda ham muhim palla hisoblanadi. Aynan ushbu pallada yuqorida aytib o'tilganidek, eskicha tizimda emas, ya'ni yangicha, yuqorida o'sha Hasan akam ta'kidlab o'tganlaridek, yangicha bugungi zamon o'yin qoidalaridan kelib chiqib, farzand tarbiyasiga biz e'tibor bersak, o'ylaymanki, kelajakda bizning yutug'imiz bo'ladi. Hozir siz aytdingizki, mana o'qituvchining ko'ziga tik qara olmasdik, ota bilan teng edi ularning qadri dedingiz. Lekin tasavvur qiling, sizning nabirangiz o'qituvchining ustidan shikoyat qilib keldi. Qanday yo'l tutasiz? Endi agar ya'ni nabirangizni, farzandlaringizni qo'ysangiz, ular o'zini qandaydir qobig'iga tushib qoladi-da. O'qituvchining ustidan jalba bo'lganda biz o'zimiz boshimizdan o'tganda, albatta biz darrov borib sudga yoki nimaga urding, nimaga boshqa qilding deb bolalarimizni yonına olmaymiz. Chunki sabab biz o'zimiz ko'rganmiz shuni. Chunki otamiz, onamiz aytgan, o'qituvchining so'ziga kir. Ikkinchi otang, ikkinchi onang. Mana shu mahallada o'tib ketsak, mana shu katta bo'lganmiz. Bir begona chol amaki kelib turib, qo'lingni berib tur, mana pul. Bor magazindan menga non olib kelib berdi, bir qariya aytsa, biza xo'p bo'ladi deb borib olib kelib berardik. Sabab agar olib kelib bermasak, bu chollar bir choyxonada yig'ilishda yoki bir ko'rishganda kimni berasiz deb so'rab olardi birinchi, keyin pul berardi qo'limizga. Endi hamma bir-birini tanirdi. Hozir endi zamon boshqa-da. Hozir zamon boshqa. Agar farzandlar yo'q, meni ishim bor, uzr, men sizni aytgan vazifangizni bajara olmayman deb ketsa ham to'g'ri yo'l-ku bu, noto'g'rimi bu? To'g'ri. Endi to'g'ri aytyapsiz. Bu ham baribir tarbiyaga, boshqaga, o'zidan kattani hurmat qilishga, boshqaga olib keladi bu. Shundan boshlanadi baribir. Katta rahmat. Endi mana Asadbek aka yaxshi fikrda aytdingiz. Yondashuvga, boshqaruvga bog'liqda o'sha farzand tarbiyasi deyapsiz. Hattoki o'sha mablag'ni boshqarish uchun ham bilim kerakda. Buni ham o'zini ilmi bor, to'g'rimi? Bizni asosiy mavzuyimizga o'tadigan vaqtimiz bo'ldi. Biznesdagi xatarlar. Bo'lajak tadbirkorlarimiz muvaffaqiyatsizlikka uchramasligi uchun qanday xatolarni qilmaslik kerak? Nimalarga e'tibor berish kerak? Hozir iste'molchilar davri tugab bo'ldi. Hozir tanlovchilar davri keldi. Odamlar uyda o'tirib tanlayapti mahsulotlarni. Oldin bozorga borib tanlab, qaysi biri yaxshi yomon deb olardik. Hozir ChatGPTdan so'raymiz, qaysi birini tavsiya qilsa, o'shani olamiz. U Amerikadan olib kelib berishi ham mumkin, lekin qo'shnimiz yonimizda agar bizani do'kon ochgan bo'lsa, u yerdan olmaganligi ham olmaysiz. Lekin u Amerikada Amazondan olib kelib beradi. Chunki ChatGPT sizga tavsiya beryapti. Sifat uchun harakat bo'ladi, shunday. Endi rost tanlovchilar zamoni keldimi, siz endi iste'molchilaringizni iloji boricha qayerdan sizni qidirishini topadiganga, ya'ni biznes shunaqa davrga keldiki, muammoga yechim bermasangiz, siz bozordan chiqarib yuboradi. Eng katta xatoliklar ko'rayotganimiz, ya'ni bular nimaga olib keldi desa, marketingsiz bozorga kirish juda ham katta muammoga olib kelyapti. Ya'ni marketing og'riq hisob-kitobga olmasdan mavjud tovarni yana olib kelib sotishga harakat qilyapti. O'sha demping siyosati ketyapti. Bir-birini sindirish juda ham katta kechagina mana bo'ldi. Bitta bo'lgan zalga chiqdik. Zalda bitta tadbirkor do'stimiz bilan gaplashsak, Abu Sahida material olib kelib sotar ekan. Xitoyga borib material zakaz olib kelib sotganda, yonidagi yana bitta tadbirkor mana bu ranglardan men olman, mana bu qoliplardan men qildiryapman. Iltimos buni siz qilmang desa, xo'p bo'ladi debdi-da, biz unga aralashmaymiz deb
bir haftadan keyin kelsa xuddi shunaqa qilib yana olib kelib qo'ygan. ya'ni bozorni o'rganmagan. Katta rahmat. Bozorni Hozir o'rganish kerak. Shu mavzu bo'yicha bilan lavha bog'liq- Shu bilan endi talashib urishyapti. Mavzu bilan janjal bog'liq bo'lib ketdi. Ha, lavhamizni lavha ko'raylik, keyin muhokamamizni davom ettiramiz. Marhamat. Bugungi kunda tadbirkorlikni boshlayotgan yoshlarda umumiy xatolari nimalardan iborat? Asosiy eng katta xato bu pul ishlayman deb tadbirkorlikni boshlash. Chunki siz tennis o'ynaganingizda bu pul, bu ochko. Siz ochkoga qarab tennis o'ynamaysiz-ku. Siz koptoga qarab tennis o'ynaysiz, sharikka qarab tennis o'ynaysiz. Juda ko'p tadbirkorlar ochkoga qarab, qani necha pul topaman, qani o'sha pul deb. Vaholanki tadbirkorlikdan maqsad qaysidir jamiyatda bor muammoni hal qilish. Bu sharikka qarash deganda, agar sharikka qarab o'ynasa, ochko o'zidan o'zi kelib chiqadi. Shu eng katta xatolar shu. Ya'ni tadbirkorlikni boshlamoqchimisiz? Xatga pul tikib, bir do'kon oching. Nimaga do'kon ochmoqchisiz? Hamma ochdi. Bo'lsa bu xato. Nimaga ochmoqchisan do'kon desa, chunki mana qishlog'imizda 2 kilometr radiusda bitta ham do'kon yo'q. Shu qishloqni ishlaydigan insonlar qo'shni qishloqqa borib bozorlik qilyapti desa, bu tadbirkorlik tushunasiz? Ya'ni bu qaysidir muammoni hal qilyapti. Qo'shnim qilyapti deb, bu ham o'sha do'kon ochyapti. Maqsad olib kelib, do'kon ochib, sotaman degan zamon tugab bo'ldi. U eski biznes model ular. Ular hozir ishlamaydi. Ya'ni hozir shunaqa zamon keldiki, noodatiy yechimlar berishingiz kerak. Misol uchun, mana siz qanday yechim bilan hozir mana shu tadbirkorlik bozorida, dunyosida yuribsiz? Hozir eng katta yechim beradigan narsa yangi biznes modellar bilan kirishingiz kerak bozorga. Ya'ni raqobat qilishingiz uchun, ya'ni bozor bu raqobat. Ya'ni siz qanchalik raqobatdoshligingiz baland bo'lsa, shundagina muvaffaqiyat qozonishingiz mumkin. Ya'ni o'rganish kerak avval deyapsiz. Avval o'rganishingiz kerak. Har bir tadbirkor o'zini o'sha bozorda o'rganmoqchi bo'lsa, moliyaviy savodxonligini rejalashtirish kerak, to'g'ri rejani taqsim qilish kerak, o'sha xodimlar sonini ham to'g'ri taqsimlash kerak, bundagi mahsulotlar sifatini ham yaxshi o'rgangan holatda bosqichma-bosqich rejalashtirilgan, har doim strategiyaga ega bo'lgan nimalar o'sha biznesni bular aytgandek klassik jihatdan boshlab kelgan tadbirkorlardensizda. Endi o'yin qoidalari o'zgaraveradi. Kecha ishlagan qoidalar bugun ishlamaydi. Bugun ishlayotgan qoidalar ertaga ishlamaydi. Shuni qabul qilsak bo'ldi. Yana boyagi gap. Muvaffaqiyat tajriba xatolarning natijasi. Har kun qilayotgan ishimiz bugun to'g'ri bo'lganda ertaga xato bo'ladi. Maktabda ko'p aytamiz. Sinusni o'rgandik, kosinusni, tangizga o'rgatdik-ku, pul ilmini o'rganmadik-ku. Bugun biznes bozoriga kirgandan keyin pul ilmini, pulni to'g'ri boshqarishi, pulni to'g'ri topishi, pulni to'g'ri reinvestitsiya qilish ilmini o'rganmas ekanmiz, hayot yaxshi o'rgatadi, faqat qimmat oladi. Yangi boshlayotgan tadbirkorlar bilan bog'liq muammolar mana. Masalan, oshpaz, kichik biznes haqida mana birinchi qadam, ilk qadamdan aytaman. Oshpaz qo'lida hunari bor, 2 xil, 3 xil mazali taom qila oladi. Shu qo'shnim maslahat qilib, men tadbirkorlik qilmoqchiman. Borib yatata, mana yatata ochgan ekan, ya osh qilsa, u stol odamlar osh yeb o'tirsa, yatata emas, kelishibdi soliqdanda firma ochishingiz kerak deyishgan. Chunki yatata bilan bunaqa osh-ovqat qila olmaysiz degan. Endi uni puli yo'q. Aytayaptiki, men go'sht peresleniga olishga pulim yo'q deydi. Bundan ozgina qarz oldim deydi. 2 kilogina go'sht bozordan svejiy go'sht olaman deydi, guruch olaman deydi, ozgina deydi, qilaman deydi, sotaman, naqd pul qilaman deydi. Lekin menga aytishdi deydi, firma ochasiz. Ya'ni yakka tadbirkor sifatida MCJ ochibdi. MCJ ochdim deydi. Endi qarang, shunchalik darajadaki kassa apparat, terminal olish 5 million turar ekan, 4 million qanchadir, shuni olishga pulim yo'q deydi. Bank bizda terminallari ham bor debdi. U o'ylagan endi berar ekan deydiganda bankka kirgan. Bergan, qarasaki qog'ozlar hujjattirgan, qog'ozda o'qisaki, qarasaki uni to'lovi bor ekan, oyma-oy 130 mingdan to'lovi bor deydi. Endi nima qilishga hayronman deydi. Go'shtchi deydi, peresleni buxgalter oldim deydi, shart ekan deydi. Pulim yo'q deydi, lekin oylikka deydi. Bitta uborchisi oldim deydi, shu idishlarni yuvib turishga shart deydi. O'zim osh qilaman deydi. Endi qarang. Osh qilyapman deydi, terminalni ham oldim deydi, mayli aytganga kirib deydi. Terminalda endi qo'l yo'q bo'ladi-yu, kassa uruvchi yo'q-ku, mablag' yo'q ishchi olishga. To'g'rimi? Yangi qadam boshlagan, o'zi qarz olib ish boshlayapti. U kassa urib turadigan odam ola olmaganda, endi oshsiz berdim deydi, kassa apparatni uraman deydi, oshsiz berib bo'lgandan keyin urib qo'yaman deydi. Meniki deydi, налоговый kelib bosdi deydi. Bir oy bo'ldi deydi. Bir oy bo'ldi deydi. Налоговый kelib bosdi deydi. Birinchi martasiga ogohlantirish ham bermadi. 2,5 million shtrab bo'ldi deydi.
hech qanaqa ogohlantirish. Keyingisi 5 million bo'ladi. Katta rahmat, Farhod aka. bo'yicha gapirmoqchi edim. Mana hozir bankda aytib o'tdi. Asosiy amaliyot shuni ko'rsatadiki, tadbirkorlar boshlang'ich bosqichda ko'proq shunaqa holatlarga to'g'ri keladi va buni asosiy 3 ta sababi bor. Men moliyaviy jihatlardan aytib ketaman. Birinchi o'rinda biznes reja. Tadbirkorda asosiy quroli biznes reja. Hammamizda biznes reja bo'lishi kerak. Hattoki yakka tadbirkorda ham. Har qanday shaxsda sizda ham bor biznes reja. Ertalab chiqayotganingizda siz hisob kitobingiz bor edi. Necha pul sarflayman bugun, Nimani gapiraman, kim cho'ntagimda qancha pul qoladi. Xuddi shunday holat mana bu tadbirkorlarda ham shunaqa bo'lyapti. Asosiy birinchisi biznes reja bo'lishi kerak. Ikkinchisi biznes rejani aniq hisob kitob bilan tuzish kerak. Bundan keyingi bosqichda asosiy pul oqimi bo'lishi kerak. Uchinchisida kredit, moliyaviy manbalar, qarzlar, investitsiyalar bu aniq hisob kitob bilan olinmasa bu faqat qarz yuki va unga oshiqcha mas'uliyat va majburiyat yuklanadi. Va hozirgi kunda kredit qaytmasligining juda katta sababi banklar marketing tahlili bera olmaydi. 4 ta narsani agar biznes rejasi kiritmasa, birinchi yuridik tomondan unga tahlil qilib berish kerak. Banklar yurist emas yoki yuridik xizmatidan foyda beradi. Chunki har qanday ochadigan joyi sesga yoki qonunga noto'g'ri bo'lsa, ochganda o'zi noto'g'ri. Qarzga ochadimi, o'zim pulga ochadimi, o'zi foydasi yo'q. Chunki yuridik savodxonlik birinchi yuridik reja qilish kerak. Qonunlarni buzib qo'ymayapmanmi? Ikkinchisi marketing bozor qilib, ya'ni shuni ochsam osh ketadimi o'zi yo'qmi degan savol qo'yish kerak. Och ketmaydigan och bo'lsa, hamma yoqda osh ochilgan bo'lsa, nima qiladi yana osh ochib buni? Uchinchisi albatta moliyaviy, bular aytganim, banklar faqat moliyaviy ko'rsatkichlarga qarab, ya'ni qancha tushum bo'ladi, qancha chiqim bo'ladi, qancha foyda oladi, olgan kreditingni qancha yopa olasan deb moliyaviy hisob-kitob qilib beradi faqat. Lekin oxirgisi hozirgi kunda hamma e'tibor bermayotgan IT tomondan reja qilish kerak. Chunki orqada qolib ketyapmiz biz. Bugungi zamon valyutasi bu tezlik bo'lib qoldi. Bitta do'kon ochgan bola, hech kim yo'q, bitta o'zi qolgan hammasini sun'iy intellektga yuklagan, sun'iy intellekt ishga olgan, bitta menejeri sun'iy intellekt hamma joyni arendaga olgan, arendator bilan gaplashib, sun'iy intellekt mollarni zakaz qilgan, sun'iy intellekt nima o'sha yerga kelganingizda xaridor tanlasa, men mana tanladim siz kartadan to'lov qilyapsiz, bo'ldi olib chiqib ketyapsiz. Odam yo'q, umuman yo'q. Ya'ni mana shu zamon, IT zamoniga keldik. Katta rahmat. Bitta lavhamiz bor. Yardinar degani mana shu joyga keldi. Bitta lavhamizni ko'raylik, keyin siz davom ettirasiz. Marhamat. Bilasizlarmi? Biznes bu sarmoyadan, ya'ni puldan pul qilish demakdir. Lekin albatta insonlarga tegishli bo'lgan mahsulotni ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatish natijasida puldan pul qilishdir. Biznesning formulasi oddiy, ya'ni P plus P. Ammo bu oddiy formula mazmunida murakkab hayot jarayoni turadi. Chunki biznes bu musobaqa. Musobaqada esa kurashibgina muvaffaqiyatga erishish mumkin. Bir qarashda o'z biznesingizni noldan boshlash unchalik qiyin ish emas. Ammo aksariyat yosh o'smirlar nimadan boshlashni va qaysi biznes sohasini tanlashni bilishmaydi. Shunday ekan, ichki bozorda import qilinadigan tovarlar ulushining pasayishiga va ularning narxlari keskin ko'tarilishiga sabab bo'lgan hozirgi iqtisodiy vaziyat sizning harakatlaringizga yaxshi imkoniyatlar yaratmoqda. Biznesni noldan rivojlantirish uchun soha tanlashda qaysi mezonlarga tayanishingiz kerak? Avvalo, siz o'zingizni shaxsiy bilimlaringiz va qiziqishlaringizdan kelib chiqishingiz kerak. Ikkinchidan, geolokatsiyani aniqlab olish darkor. Megapolis, shahar tumanlari yoki kichik aholi punkti bo'lishi mumkin. Uchinchidan, qaysi sohani tanlaganingiz haqida o'ylab ko'rishingiz kerak. Chunki biznesning aynan erkaklar va aynan ayollarga tegishli sohalari mavjud. Kasbni tanlashda biznes asosan 3 ta sohaga, ishlab chiqarish, savdo va xizmat ko'rsatish turlariga bo'linganligini ko'rishimiz mumkin. O'zingizga qalban sizga eng yaqin bo'lgan sohani tanlang. Shuningdek, qanday daromad olishni rejalashtirayotganingizni tasavvur qiling. Ana endi bemalol olg'a qadam tashlang. Ikrom aka, marhamat. So'rovnoma o'tkazganmiz. So'rovnomada 200 ga yaqin odam qatnashgan. Bolalarni preferensiyasi, kasbga bo'lgan moyilligini aniqlaydi. Buni nimadan kelib chiqqan hol aytmoqchi bo'lganim sababi, rivojlangan davlatlarning asosiy rivojlanishining sabablaridan bittasi tor doirada mutaxassislarni tayyorlaydi va u tor doiradagi mutaxassislarni chuqur tayyorlaydi. Va bunga qanaqa yetib kelganning sabablaridan bittasi yoshligida maktab tizimida ularda kasbga bo'lgan moyillikni aniqlaydigan testlari bor. Pedagog va psixologlar orqali qilinadi. 4-5 sinflarda bu kasbdan oldin fanga bo'lgan
aniqlab oladi. Ijtimoiy fanlargami, sotsial fanlar va 9-10 sinflarga borganda ular kasbga bo'lgan nimani faqatgina aniqlaydi. bitta o'zini layoqatiga qarab yo'naltiradi. Nima misol uchun masalan avtomobil, mashina deylik, yengil mashina deymiz, lekin mashinalarning turlari ko'p. Sport kar deydi va sedan deydi har xil. Insonlar ham bir-biriga o'xshagani bilan ularning xususiyatlari bilan har doim bir-biridan farq qiladi. Mana olgan informatsiyalarimdan o'rtacha 10-15% gina odam tadbirkor bo'la olar ekan. Undan oshiq ko'p bo'la olmas ekan. Sabablari nimada? Uni tug'ma xususiyatlari bo'lishi, layoqatlari bo'lishi kerak. Tavakkalchilikka asoslangan, mavhum joylarda qaror bera olishligi. Biznes bu faqat pul topish emas, bu xarakter, bu umuman tizim degani. Ya'ni fikrlash tizimi. Hayot tarzi bilan bog'liq. Endi misol uchun kimdir yaxshi bog'bon bo'lishi mumkin. Lekin biz uni bog'bon qilmasdan uni kosmonavt qilmoqchi bo'lamiz. Biz bozorga o'tdik. Bozorda bular aytgandek, marketing doimiy o'zgaruvchi qonunlari bor. Doimiy ravishda hisob-kitoblar. Uning uchun maxsus ilmlar kerak. Pul ilmi yo'q bo'lgan bizda. Pul ilmini o'rganmaganmiz. Hasan akam aytgandek, bular aytgandek marketing bilmaymiz. Biz ishlab chiqarib, oldin bozorga ishlab chiqaramiz, keyin sotishni o'ylaymiz. Chet elda rivojlangan davlatlarda oldin buni hammasini analiz datalarini ishlab chiqadida, keyin uni amalga oshiradi. Bunga qanaqa yetib kelamiz? Bunga yetib kelishimizning asosiy sabablari bolalarimizda qobiliyatini aniqlaydigan tizim qilishimiz kerak. Maktablarda. Ustoz, qarz olib ishlab chiqarish bilan shug'ullanmoqchiman. Nima deysiz shunga? Juda ham ko'pchilik shu qarz olaman, ishlab chiqarish bilan shug'ullanaman desa, men ozgina qarshi bo'laman-da. Keyin bitta misol ko'rsatib beraman sizga. Mana shu soatni ko'ryapsizmi? Mana shu soatni 10 oy oldin Hindistonga borganimda oldim. Bilasizmi narxi qancha? $1. Mana shu soatning narxi $1. $10 berdi, menga 11 ta soat berdi. Balkim ishlab chiqarishdan oldin tayyor produktni olib, sotishni o'rganib, undan keyin ishlab chiqarganimiz ma'quldir. Hozir shuni ishlab chiqarish uchun bilasizmi qancha texnika, qancha rasxod kerak? Hali sota olasizmi yo'qmi bilmaymiz. O'shaning uchun men o'ylayman, birinchi o'rinda olib sotish kerak, yana olib sotish kerak. Agar sota olsangiz, undan keyin ishlab chiqarish kerak. Nima uchun biz faqat yeb ichishni o'ylaydigan biznesmenlarni, tadbirkorlarni yetishtirib chiqaryapmiz? Ya'ni faqatgina oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqaradi, faqatgina xizmat ko'rsatishda ham oziq-ovqat, o'sha boshqa sohalarda ham faqat oziq-ovqat bilan bog'liq bo'ladi. Ko'rib katta bo'ladi deyapti. Biz faqat yeb ichish bilan ovoramizmi? Yetarli darajada bilimga ega bo'lmaslik odamzodda o'sha o'zini bo'lgan baholash past tushib ketishi yoki bo'lmasa kasbiy nuqtai nazardan burnout sindromlarini keltirib chiqarishi mumkin. Bu ham kasbiy kuyish sindromlarini. Oziq-ovqat masalasiga keladigan bo'lsak, yetarli bilimga ega bo'lmayapmiz, pul savodxonligi yoki o'zini boshlayotgan biznesi bo'yicha yetarli tajribaga ega bo'lmasdan turib, internetda ko'rilyapti, Instagramda ko'rilyapti, qanaqadir skidka aksiyalarni ko'rilyapti, demak mana shu narsani qiladigan bo'lsam, demak yurib ketar ekan degan chala yetarli bo'lmagan bilimga ega bo'lib turib, shu pul topish oson ekan degan tushuncha bilan bo'lib turib boshlanib ketdi. Katta rahmat. Hasan aka, mana siz pul ilmi bo'yicha juda ko'p suhbatlar qilasiz. Farhod aka bitta masalani ko'ndalang qo'ydiki, ya'ni ilk qadam tashlagan tadbirkor yiqildi. Unday kayfiyatdagi mana psixologik bosimlari bor buni. Unday kayfiyatga tushgan odam tadbirkorlik desa, u uzoqdan aylanib o'tadigan bo'lib qoladi-da. Xatolari nimada bo'ldi? Ustoz ko'rish kerak. Hayot yaxshi o'rgatadi, qimmat oladi. Shu qimmat olishini bilmasdan to'g'ri mana hozir shtraf dedik, nalog dedik, kassiya apparat dedik, bu noto'g'ri deyapmiz. Chiqib radarga bolam 70-80 da yurdi deb jalba qilmayapmiz u. Qoidani bilmaguncha u shtraf kelaveradi uyiga. Qoidasi shunaqa. Sen 80 ga o'tib ketsang, unga shtraf keladimi? Hayot yaxshi o'rgatadi, qimmat oladi. Uning uchun 3 oy o'quv markaziga borishing kerak. Faqat biznesdagi o'yin qoidani bilishimiz kerak. Katta rahmat. Mana soliq qo'mitasida mutaxassisimiz bor. Hozirgi kunda tadbirkorlik subyektlarimiz tadbirkorligini boshlash jarayonida huquqiy savodxonligi yetishmayapti haqiqatan. Ya'ni tadbirkorlikni boshlagandan keyin xatoga yo'l qo'yilganda keyin murojaat qilishadi. Ya'ni uni tadbirkorlikni boshlashdan oldin ustoz ko'rish kerak aytgandek. Ya'ni o'rganish kerak, qonunchilikni bilish kerak haqiqatan. Ya'ni aytishyapti, yakka tarafda tadbirkor sifatida aytsam noto'g'ri deyishyapti. To'g'ri, tadbirkor sifatida yakka tarafda unday faoliyat qonunchiligimizda yo'q haqiqatan. Buni bilmagan haqiqatan. Ya'ni o'shani oldin o'rganish kerak tadbirkorlik subyekti. Ikkinchi holatda kas apparati o'rnatilgan, lekin o'rnatilgandan keyin albatta chek berish kerak.
bu qonun hamma uchun barobar. Haqiqatan qonun hech qachon ayab o'tirmaydi. Ya'ni chek berish kerak. Bu tadbirkorlik subyektlari hamma uchun barobar bo'ladi. Rahmat. Chek berish kerak. Rahmat. Mana qonunchilikda o'zgarishlar bo'lib turadi. Hushyor tadbirkor doim qonunchilikdagi o'zgarishlardan xabardor bo'lib turish kerak. Bo'lmasa xato qilib qo'yishi mumkin. Yana jarimalar kelib chiqishi mumkin. Biznes ombudsman instituti tashkil qilindi. Mana tadbirkorlarni huquqiy jihatdan himoya qilish bo'yicha. Bitta munosabatimiz bor, shuni ko'raylik, keyin siz fikringizni davom ettirasiz. Marhamat. Amaldagi qonunchilikka muvofiq tadbirkorlik subyektlari quyidagi 4 ta holatda tekshiruvga chiqqan mansabdor shaxslarni o'z hududiga, ya'ni tekshiruvga yo'l qo'ymaslik huquqiga ega. Birinchisi bu tekshiruvga asos bo'lgan buyruq belgilangan tartibda rasmiylashtirilmagan bo'lsa, ikkinchisi tekshiruv vakolatli organ, ya'ni biznes ombudsman bilan kelishilmagan yoki belgilangan tartibda xabardor etilmagan bo'lsa, uchinchisi tekshiruvlarni ro'yxatga olish elektron kitobini tekshiruvga chiqqan mansabdor shaxs to'ldirishdan bosh tortgan holda va to'rtinchisi agar tekshiruvga chiqqan mansabdor shaxslar tekshiruv huquqini beruvchi maxsus guvohnomaga ega bo'lmagan taqdirda tadbirkorlik subyektlari vakillari ushbu tekshiruvga chiqqan mansabdor shaxslarni tekshiruvga yo'l qo'ymaslik huquqiga ega. Har bir nazorat qiluvchi organ tadbirkorlik subyektiga tekshiruvga chiqayotganda o'zi tekshiruvga chiqishdan oldin biznes ombudsmanni xabardor qilib chiqadi. Tekshiruvchi organ biznes ombudsmanni xabardor qilib chiqadi. Uni xabardor qilish uchun, tashabbus bilan chiqish uchun 4 ta asos bo'lish kerak. Shu 4 ta asosdan biri bo'lgan ommaviy axborot vositalarida tarqalgan ma'lumotlar bo'yicha yoki murojaat kelib tushsa va boshqa davlat organlari tomonidan kelgan ma'lumotlarga asosan yoki o'sha xavfni tahlil qilish tizimi orqali biznes ombudsmanga tekshiruvga tashabbus bilan chiqadi nazorat qiluvchi organlar. Endi tekshiruvga chiqqandan keyin to'g'ri narsani aytdilar, 374-sonli qarorda agar tadbirkor, bu tadbirkor huquqi, agar tekshiruvchi belgilangan tartibda buyruq rasmiylashtirmagan bo'lsa yoki maxsus guvohnomasi bo'lmasa, hujjatlarni to'liq olib kelmagan bo'lsa, uni tekshiruvga o'zini hududiga qo'ymaslik huquqiga ega tadbirkorimiz. Hozirda shunday holatlar uchrayapti. Ba'zida o'sha raqobatchisini sindirish, kasodga uchratish maqsadida ham uni biznesiga o'sha bolta urayotganlar ham bor-da. Katta rahmat Asadbek aka. Mana tadbirkor bo'lish uchun deydi, ishni deydi bozorchilikdan boshlash kerak deydi. Bozorga kirib, kimgadir shogird tushish kerak, bozorni pasti balandini o'rganish kerak. Eng muhim odamlar bilan muomala qilish madaniyatiga, ko'nikmasiga ega bo'lish kerak degan fikrdagi tadbirkorlar bor-da. Endi tadbirkor deganda o'zi biznes degani nima degani desa, sotuv qobiliyatini o'zida shakllantira olgan shaxs degani. O'shaning uchun siz gapingiz to'g'ri. Bozor ilmi degani sotuv qobiliyatini shakllantirishga yordam beradi. Agar hech narsangiz yo'qmi, tadbirkorlikka kirmoqchimisiz, birov shunchaki sotuvchilikdan ish boshlang. Chunki sotuv ilmini olish imkoniyati bo'ladi. Keyin unga qo'shimcha ravishda kitoblar o'qing, treninglarga boring, darslarni oshiring. Keyin o'sha o'z-o'zidan siz sotuv qobiliyatingizni oshirgan sari ham lavozim jihatdan oshib, sotuv menejeri bo'lishingiz mumkin, sotuv bo'yicha bo'lim boshlig'i bo'lishingiz mumkin, sotuv bo'yicha departament boshlig'i va oxir borib hattoki sizni CEO direktor ham qilishi mumkin. Chunki eng zo'r sotuvchi eng zo'r biznesmen bo'ladi. Va borib shu oxirgi nuqtada har qanday tadbirkorga tushum bo'lmasa, sotuv bo'lmasa tushum bo'lmaydi. Daromad bo'lmasa foyda bo'lmaydi. Siz zo'r sotuvlarni qilib beradigan shaxsga aylanganingizda o'z-o'zidan ulushidan berishga ham tayyor bo'ladi. Ya'ni oddiy bir faqat muammo nima desa, o'sha uzoq yo'lni bosib o'tishga bolalar tayyor emas. Nima qiladi? Sabr chidamaydi. Tez boy bo'lsa keladi. Sabr chekarmaydi. Nafaqat sabr, moliyaviy jihatdan pulimiz yetmaydi. Aytaylik, bular aytayaptilar, bilim olish kerak, o'rganish kerak, mana shu savollaringiz meni bilim olganingizda shu muammoni hal qilasiz. Xo'p, ana shu birinchi boshlang'ich fundamentni olish uchun menda pul yo'q, men pulni qayerdan olaman? Banklarga murojaat qilaman, kredit berishadi. Bizda eng katta xatolik bor. Biznes, pulim bo'lsa biznes qilardim degan xato. Yo'q. Puli bo'lsa odam investitsiya qilish kerak. Yo'q. G'oyani pulga aylantirish bu biznes. Bu kishi aytmoqchiki, mana bilim olish uchun ham mablag'im yo'q deyapti-da. Men noldan boshlamoqchiman. Biznes sirlarini o'rganish uchun ham. Mana qarang. Hasan aka, hozir to'ppa-to'g'ri bitta narsa aytdim. O'g'limga aytdim. Borasan, mana ertaga Xitoyga jo'nataman. Borasan, 1 yil shogird bo'lish uchun men pul to'layman. Sen u odamni hattoki qo'pol qilayotgan noto'g'ri maqsadda bolalarimizni yomon yo'lga o'rgatish uchun birinchi dozani bepul berishyapti. U odam senga o'rganib qolish uchun sen shunaqa xizmatini qilingki,
seni yo'qotishdan qo'rqadigan darajadagi sanga o'rgansin. To'g'ri strategiya mana. Sen uni manfaatini hal qilgandan keyin u seni manfaatingni hal qiladi. O'zi o'rgatadi. Mani biznesim uchun, mani maqsadim uchun shogirdim menga kerak bo'lsa, siz pul bilan topa olmaydigan ish o'rgatadi. O'shaning uchun siz hali sen meni ishontir muhabbatingga degandek, siz yaxshi ko'rgan odamning yoniga tushib, uni masalasini hal ikkita kuchli tadbirkorni fikri bir joydan chiqyapti. Endi Qarang, baribir bilim kerak-da. Ustoz ham birinchi qaraydida, agar layoqatli ustoz kerak deb qiymat berish kerak-da, qiymat berish kerak. Sababi ustoz, qarang, ustoz 20-30 yillab o'tgan yo'lini ustoz bular aytmoqchimanki, tezda o'rgatadi, tezda o'rganasiz. 30 yil yurish shart emas demoqchi bular. O'sha yerga borib xizmatini qilsangiz, yaxshi ko'rsa, u foydasi bo'lsa, keyin u sizga beradi demoqchi. Ustozga ham meni kimdir tavsiya qilish kerak-ku, tanish bilishim bo'lishi kerak tavsiya qilish uchun. Eshikdagi bor yotib olish kerak bo'lsa bor, eshikdagi bor yotib olish kerak. Eshikdan chiqib Sayyoraxon, kerak. marhamat. Hozirgi kunda davlatimiz tomonidan muhtaram prezidentimiz yoshlarga, xotin-qizlarga juda katta imkoniyatlar bermoqdalar. Hozir mahallaga murojaat qilsalaringiz, har bir mahallada bizning filiallarimiz mavjud. O'sha filiallarimizda xotin-qizlar bepul o'sha kasb-hunarga o'rgatish, kompyuter savodxonligimiz ham bor. Bu yerda biznes rejalashtirish ham bor, loyihalashtirish ham bor. Hamma kurslarimiz bepul tarzda o'rganib kelmoqda. Buning uchun faqat mahalladagi mahalla xotin-qizlar faol yoki mahalla yoshlariga murojaat qilsalaringiz, ular haqida to'liq ma'lumot Sayyoraxon, mana Farhod aka bitta masalani ko'tardi. Ya'ni tanishi o'sha bilimi yo'qligidan adashdi yoki xato qildi, jarimalar qo'llanadi-da. Mana shunday holatdagi hamyurtlarimizga qanday bir yo'nalish maslahat berasiz? Mana shunaqa yo'nalishdagi hamyurtlarimizga hozir mana Oliy Majlis jamoat fondida bizda bir necha loyihalar ustida ish olib bormoqdamiz. O'sha bizlarga bemalol murojaat qilishsa, ularni loyihalarini bemalol moliyalashtirib, hozirgi kunda o'sha kasb-hunarga o'qitib, bandligini ta'minlab, Yevropa davlatlariga mahsulotlarni olib kirish uchun katta ishlar boshlaganmiz. Bemalol bizlarga murojaat qilishlari mumkin. Aynan yuqorida aytib o'tildi, ya'ni qorin to'yg'izish uchun tadbirkorlik qilish kerakmi deyildi birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda aytildiki, bugungi kunda agar menda g'oyam bo'lsa, uni qanaqa qilib pulga, ya'ni pul topaman? Ya'ni dastlabki mablag' qayerdan olaman? Investor. Masalan, ishga borsa ham birinchi o'rinda tajribam bormi deydi. Tadbirkorlikda ham birinchi o'rinda boshlash uchun o'sha dastlabki mablag' eng asosiy vosita hisoblanadi. Endi bugungi kunda davlatimiz siyosatida shu narsa ayon bo'lyaptiki, oxirgi 10 yilda oladigan bo'lsak, aynan yoshlarimizni tashabbusini, ya'ni g'oyasini, ya'ni tadbirkorlikka bo'lgan intilishini qo'llab-quvvatlash maqsadida aynan xorijiy tajribadan kelib chiqib, startap loyihalariga, ya'ni startap turdagi loyihalarga e'tibor berish, ya'ni davlat siyosat darajasiga olib chiqish juda ham yuqori ko'rsatkichni ko'rsatmoqda. Bunga misol sifatida aytishimiz mumkin, mana shu oxirgi 2 yilda o'sha muhtaram prezidentimizni yoshlar bilan uchrashuvlarida aynan takror va takror startap loyihalarini amalga oshirishga jalb etganliklari va bu borasida mablag'larni ko'rsatib berganliklari ham buni yaqqol misol sifatida ko'rishimiz mumkin. Shu o'rinda aytib o'tamanki, o'zim ishlayotgan Innovatsion rivojlanish agentligi tomonidan aynan 2019-yildan boshlab shu muhtaram yurtboshimiz tashabbuslari bilan startap loyihalarini qo'llab-quvvatlashga beg'araz, ya'ni qaytarib olmaslik sharti bilan grant mablag'larini berish boshlangan va bugungi kunga qadar shu statistikani aytmoqchiman, 600 ga yaqin startap loyihalariga aynan 344 milliard so'm mablag' ajratilganligi ham o'ylaymanki, bu yoshlarimizni murojaat qilish mumkin, qanday bog'lanish mumkin, qanday undan foydalanishimiz mumkin. Ushbu turdagi startap loyihalarni agar sizda g'oyangiz bo'lsa, bizda yosh toifasi chegaralangan va chegaralanmagan turdagi tanlovlarimiz bor. Agar sizda yosh toifasi chegaralangan turdagi tanlovlarga qaralgan bo'lsangiz, 40 yoshgacha tanlovimiz bor. Bu Vazirlar Mahkamasining 222-sonli qarori bilan amalga oshiriladi va undan tashqari biz 2020-yildan boshlab 133-sonli qaror asosida ham yosh toifasi chegaralanmagan startap loyihalarini qo'llab-quvvatlab kelganmiz. Ularning summasi haqida gapiradigan bo'lsak, bu aynan 1 milliarddan 1,5 milliardgacha summa va siz agentligimiz tomonidan e'lon qilingan tanlovlarga topshirib, o'sha faqat qorin to'yg'izish uchun bo'lgan startap loyihalarga emas, kimnidir og'irini yengil qilish uchun yoki shahar infratuzilmasini yaxshilash uchun yoki qaysidir ma'noda bir kasalni shifoxonaga yetkazib borishdagi tezkorlik, ya'ni shifokor xizmatini yo'lga qo'yishingiz mumkin. Katta rahmat. O'zi tadbirkorlik deganda ko'pchilikda fikr bor-da, Hasan aka. Ko'proq pul topayin, ko'proq puldor bo'layin degan bir fikrdagilar tadbirkor bo'ladi deydi, lekin yo'q, aslida jamiyatdagi muammolarga yechim topgan, ish o'rni yaratgan, o'zini hayotiga bir mazmun bag'ishlagan odamlar tadbirkor bo'la olar ekanda, to'g'rimi? Zavq ham bo'lish kerak, pul ham bo'lish kerak, ham mazmun iboyga og'riqni yechish kerak. Ya'ni universal bo'lish kerak. Albatta, siz chunki entuziazm yo'qoladi-da, faqat jamiyat uchun,
xalq uchun millat uchun desayu bechora hali minusga kirib ketaversa och qoringa nima hojat deydi. U bilish kerakki bu qilayotgan ishi sizga manfaat keltiradi, sizga qiymat beradi va shu qiymat evaziga siz pul to'lashga tayyorsiz. Undan mamlakat, millat, jamiyat, iste'molchi va men birday manfaat topsam u loyiha rivojlanadi. Investitsiya ilmi haqida ham ikki og'izgina gaplashaylik, chunki ba'zilar xabar yo'qda, mablag'i bor, nima qilishni bilmaydi yoki nimadan boshlash kerak ekanligini bilmaydi. Qayerga quysa, masalan 1 so'm 2 so'm bo'ladi, uni kafolati, xavfsizlik masalalari. Mablag'i bor odam biladi, Ilhom aka, mablag'i yo'q odam uchun kerak. Xuddi shu savolning javobini YouTube'da roligi bor. Demak, YouTube'dan ham, YouTube'da bepuli bor. onlayn tarzda ham bepul mana YouTube'da bularni ko'rasiz, bizani ko'rasiz, bularni ko'rasiz, keyin undan keyin ma'qul bo'lsa borib ilmini olasiz. Undan keyin mana mahallaga murojaat qilib, bemalol o'zini Asadbek aka, nima deysiz? Mana investitsiya ilmi bo'yicha ozgina. Hamma odam tadbirkor bo'la olmaydi-da. Aholini bir 10-15% maksimum o'sha qobiliyat bo'lishi kerak. Riskka yura oladigan, intellektual salohiyati, g'oya egasi bo'lishi kerak-da. Ya'ni g'oya doim qaynar buloq bo'ladigan yangi g'oyalarni o'zida mana shu kashf qila oladigan bo'lsa. Qolgan odamlar nima qilish kerak endi? Chunki hamma boy bo'lgisi keladi, hamma yaxshi yashagisi keladi. Ana shu qolgan 85% investitsiyani ilmini olsa, o'sha tadbirkorlarga pul tikkan bo'lardi. O'sha 15%ni qo'llab-quvvatlash mumkin. Ammo nima desa, 85% da investitsiya ilmi yo'q. Hozir nolda o'tirgan mana xotin-qizlarimiz hozirgi kunda ishonasizmi? Chiqindi mahsulotlari tekstilga borishyapti-da, chiqindidan chiqqan materiallarni olib, quroq shaklga keltirib, ulardan sumka yasab, hozir jahon bozorlariga olib Demak, xohish bo'lsa bo'ldi. Xohish bo'lsa bo'ldi. Xohish bo'lsa bo'ldi. Hozir mana psixologga qarang, devor bo'ladi, miyada devor bor-da, devor miyada bor. Stereotip o'zi to'sib oladi odamni. Men buni qila olmayman deb. Aytaylik, menda puldan tashqari yana bitta muammo bor. Sotsiofobman. Bu ham bir biznesda qandaydir menimcha o'ringa ega, to'g'rimi? Sotsiofobiyani yengishim kerak. Bilim bo'yicha tajribalarni aytdik-ku, ya'ni bitta narsa qolib ketyapti-da, bu yerda insonning o'zini emotsiyalarini boshqarish degan narsa ham bor-da psixologiyada. Agar siz emotsiyangizni to'g'ri boshqara olmasdan turib, boshqa narsaga yo'naltiradigan bo'lsangiz, turli xil kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Undan tashqari xalqimizda bitta zo'r maqol bor, podidan oldin chang chiqarma deydi. Ya'ni siz biron bir tadbirkorlikni boshlayapsiz, biznesni boshlayapsiz, siz oldindan xursand bo'lib qo'yishingiz mumkin. Men buncha natijaga erishdim, 100 million pul topdim, demak men bunaqa narsalarni qo'radim, xursandchilikka ketganingizdan keyin siz jismonan baquvvat bo'larsiz, kuchingiz ko'pdir, yoshdirsiz, lekin siz emotsiyalaringiz toliqishi natijasida sizda sotsiofobiya kelishi mumkin. Tadbirkorlikka nisbatan fobiya kelishi mumkin. Turli xil yana qo'rquvlarning natijasida boya aytib o'tganlaridek, tadbirkorlik deydigan bo'lsa aylanib o'tib, boshqa katta rahmat. Mana qilishga. Nozimaxon pul yo'q deyapsiz-da. Mana biznes to'yga sarflayapmiz. O'sha ota-onalar shu investitsiya qilishga sarflaganda pul, hammada pul bor. Asadbek aka, mana sizni ham zo'r mutaxassis bo'lish kerak. Zo'r selektorni hozir topa olmaysiz. Zo'r santexnik yo'q axir. Orqasidan odam o'chirib turadi. Yo, to'g'ri, mutaxassis, yaxshi mutaxassis, lekin pulini yig'ish odatini o'zida shakllantirmasa, bu zo'r mutaxassis bo'lsin, zo'r pul topsin, lekin ertaga o'zi ishlash qobiliyatini yo'qotsa, ertaga keladigan pul ham to'xtab qoladi. Ilhom aka, shuning uchun demak biz Hasan aka, siz aytganday investitsiya ilmini ham o'rganishimiz kerak. Bugun topayotgan daromadimizdan masalan 10%ni keling bir joyga tashab qo'yishni odatga aylantirishimiz kerak. Mana masalan, zo'r futbolistlar bor, puli ko'p. Nimaga o'zlari shug'ullanmaydi? Mana milliard dollar pul qiladi. O'zini finansisti bor ularning. Ular odam yollashadi. Ana men o'shani aytmoqchiman. Hamma narsa bizni odamlarimiz hamma narsani o'zim qilaman. Ya milliarderlar ham bor-ku, nolga teng bo'lgan holatlar bor. Asadbek aka, misollar bor, to'g'rimi? Aytmoqchi bo'lganim, ma'lum bir mablag'larni yurg'iza oladigan hozir fondlar bor. Mana o'shalarga investitsiya qilish kerak. Ya'ni demoqchimanki, o'zini riskka olib kirmaslik kerak. U riski yo'q unda, passiv daromad, to'g'rimi? Ilmi bo'lsa bo'ldi uni. Ilm to'g'ri tanlab, loyihalarni to'g'ri tanlashi, to'g'ri strategiya qilishi, to'g'ri odam bilan ishlashi, endi sherikchilik munosabatlarni o'rgansa bo'ldi. Unga ortiqcha biz, g'oya, bir narsani muammoga yechim berish emas, tadbirkor yechim beradi. Bu puli bilan qatnashadi. Hurmatli prezidentimiz qanaqa bir sharoitlar yaratib qo'yibdi tadbirkorlarga. Faqat gazini boshish kerak. To'g'ri yo'nalishda yurish kerak. Endi har bir sohada Nozimaxon ustoz shogird munosabatlari shakllansa, rivojlansa, o'sha soha ham rivojlanadi. Shogirdni ham o'sha
qilayotgan ishi sifatli bo'ladi. Tadbirkorlikni boshlamoqchi bo'lgan fuqarolarni to'g'ri yo'naltirish bugun mutaxassislar yordamida, ularning fikrlari yordamida o'ylaymizki, qisman bo'lsa-da sizning xohishlaringizni qoniqtirdik va yo'nalishingizni tanlashga qisman bo'lsa ham foydamiz tegdi. Biznes boshlash uchun qulay fursatni kutmang. O'zingizdagi mavjud imkoniyatlardan kelib chiqib, bugunoq harakatni boshlang. Yurtimiz bozori juda katta. Eng asosiysi talabni to'g'ri o'rganib, unga mos taklif bera olishdir. Bozor to'la emas. Hozir bozor kam, bozorga kirishni bilmayapmiz bizda o'zimiz. Savdo qanaqa bo'ladi desa, ochib qo'yilgan magazinlar bilan da savdo bo'lmaydi. Odamlarga kerak bo'ladigan, xalqqa, jamiyatga manfaati tegadigan narsalarni ishlab chiqarsangiz yo sotsangiz, o'sha narsalar kerak bo'ladi. Ustozlarning bitta gapi bor. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda bormisiz desa, yo yo'qman desa, undan chiqdiki bozorda yo'qsiz deyadi. Hozir qayerda oqtarib ko'radi? Bolalar birinchi hozir bir narsa kerak sizga. Nima qilmoqchisiz hozir? YouTube'ga kiradi, halingdan oqtarasiz. Masalan internetdan yo ijtimoiy tarmoqlardan YouTube yo bir Telegram bir narsalardan oqtarib ko'rasiz, qayerdandir oqtarasiz, halingni yozasiz. O'sha joyda bor odam endi savdo qiladi. Bugungi kunda tadbirkorlikni boshlamoqchi bo'lganlarning eng katta xatolaridan yana biri moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelganda noto'g'ri qaror qabul qilishdir. Ko'pchilik darhol qarz olishga shoshiladi. Biroq bunday vaziyatda puxta o'ylab ish tutish juda muhim. Har qanday qarzni olishdan oldin uni oqibatlarini chuqur tahlil qilish kerak. Qatga mablag' ajratsa yo vaqt ajratsa, ko'proq daromad keltiryapti. Ko'proq daromad keltiryapti degan narsa nimani anglatadi desa, bu insonlarga ko'proq manfaat tegadi. Manfaat teganligi uchun odamlar ularga pul to'lashga tayyorda. Tadbirkorlikda muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lsangiz, doimiy ravishda o'rganishda bo'ling. Ilm oling, kitob o'qing, tajribali ustozlar bilan maslahatlashing. Shundagina rejalaringiz bosqichma-bosqich amalga oshadi. 60 yoshdan boshlab turib milliarder bo'lgan insonlar borda dunyoda. Undan chiqdiki, yosh unchalik muhim emas deb bilyapman-da. Endi necha yil tajribaga ega bo'lib turib, masalan, ilm olgan, institut o'qigan, hamma joylarda o'qigan, tajribasi ham yetarli, ilmi ham yetarli, xolos boshlasa bo'ldi-da. Bu endi qachon boshlashiga bog'liq. Kichik yoki oilaviy tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, dastlab bitta yo'nalishga e'tibor qaratganingiz ma'qul. Aks holda bir nechta yo'nalishlarga tarqalib ketib, hech birida kutilgan natijaga erisha olmasligingiz mumkin. Baribir har bir soha deymizmi, investor bo'lamizmi yoki tadbirkormi, biznesmen bo'lamizmi, baribir uni bilimini olishimiz kerak-da. Bilimini olsakgina biz xatoga yo'l qo'ymaymiz. Qadrli yurtdoshlar, munosabat ko'rsatuvini keyingi sonda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.